Bismillah, assalomu alaykum onajonim. Mana shu mo'jizaviy simala choyimizdan olib foyda topgan insonlar qatorida biz endi har doim har bitta insonni video qilishimizga vaqtimiz yetmaganligi uchun onajonim o'zlari tashabbusi bilan simala choyimizni olib ketgandilar. Mo'jizaviy so'y yemirilishi, grijalar, oyoq og'riqlari, bo'g'imdagi og'riqlar, mana qon aylanishlari hammasiga foydasini bizlar aytib bularni ugovorить qilib sotgandik. Mana bir oy bo'lmasdan hali rezultatini ko'rib do'konimizga tashrif buyuribdilar. Hojonim mana hammasi sabab tabiiy. Mana o'zingiz aytingchi, qanday holatlar bo'lgan edi? Mana buni ichganingizdan keyin nimani his qildingiz o'zingizda? Men kechasi uxlamasdim, lo'qillagandan belim, oyog'im, bo'ynim ertalabgacha uyqu bo'lmas edi. Keyin mana sizni mana shu reklamangizni ko'rdim-da, keldim. Kelib ishonmay olib ketdim. Olib ketib, lekin ichib, mana hozir 10-kun bugun, o'sha 3 kunda rezultatini bildim, 3 kunda. Mana hozir mana metrolarda yura olmasdim, oyoq, bel og'rib, zinalardan chiqishga juda qiynalardim. Hozir yuribman xuddi ana yoshlar qatori. Ana. Yoshlar qana yursa, mana shunaqa yurib kelaman. Bundoq qila olmas edim, mana bundoq qila olmas edim. Keyin bemalol yurib, nechta ikkita даже пересадка qilib metrolardan yurib keldim. Allohga hamd bo'lsin. Shuni foydasini sezganingizda mana kirib keldingiz, xuddiki yosh bolalardek quvonib, yugurib, peshaningdan kelib bolam bitta o'pib deb peshanalarimni o'pib keldilar. Xursand bo'lib, buni foydasini ko'rgandan, chunki har bitta inson dard uchun yashamasligi kerak-da, sog'lik uchun yashash kerak. Dard bilan butun umrdagi hayotlarini o'tkazmaslik kerak. Mana shunaqa mana shu davlenyaniki ekan. Kuniga ertalab boshim og'rib turardi. Hech narsa yegim kelmasdi, настроение yo'q. Ishonasizmi? Mana shu bir kun ichdim, ertasi kuni qarasam, ko'zim yarqitib ochildi. Men aytdim, bu nima mo'jiza ekan, buni ichida nima bor ekan? Shuni so'ray deb keldim. Buni ichida endi qon suyultiruvchi tabiiy mevalardan tayyorlanadi. Ekodavlina deydi. Qonda shlaklar bormi? Qon tomirlari yopilib qoldimi? Sahrdan muammo bormi? Mana shuni bizlar tatbiq qilganmiz. Tabiiy ovqat bo'lib kirib jon bo'lib o'rnashadi tanangizda. Mana shu hoji onam qatori, xudo xolasa sizlar ham yosharinglar. Odamlar qarasa sizlar yosharinglar. Do'konimiz Qatortol Optivi 9-10-do'kon Master Suxafuruk do'koni, tashrif buyuringlar. Har bitta insonlarga jonimiz bilan yondoshib muomala qilib xizmat ko'rsatish nasib qilsin. Inshaalloh xudo xolasa ona har doim tashrifingizda 10 yil yosharish nasib qilsin. Sizni sog'inib qolamiz, doim kelib turing inshaalloh. Yana kelaman xudo xolasa.